Xayrli kech, guys. Demak, sizlar bilan bugun multi-level reading partini o'tamiz. Endi e'tibor beramiz. O'sha multi-level reading part 2 ni savol turi matching headings bo'ladi. O'sha ya'ni sarlavhalar belagi bo'lgan sarlavhalarni moslash tarjima qilganmiz. Ya'ni guys, matching headings degani bitta topic beramiz, mavzu beramiz. Misol uchun outdoor activities for all the family. Barcha oilalar uchun tashqarida qilinadigan mashg'ulotlar. Va sizlarga aytyapti. Read the text below. Pastdagi tekst o'qi and answer questions 1 to 7. Ya'ni 1 dan 7 gacha bo'lgan savollarga javob ber. Ya'ni mana bu tekst beriladi. Ya'ni paragraflar, A paragraf, B paragraf, C va hokazo. Va bitta joyga e'tibor beramiz, guys, mana bu joyga. Birda yettiga savol berilyapti. The text above, yuqoridagi tekstda has bor deyapti. 6 advertisements, ya'ni 6 ta nima bor? E'lon bor, ya'ni reklama bor. A dan F gacha. Demak, bizga mana yuqoridagi paragraflar e'lon ekan bu, e'lon. Biron bir kurs ochilish haqida, biron bir aktivite haqida va hokazo. Va birinchi siz bu yerdagi bironta paragrafni o'qimaysiz. Birinchi qiladigan ishingiz nima qilasiz? Savol tahlil qilasiz. Which advertisement mentions the following? Which advertisement degani qaysi reklama, following degani quyidagilarni nima qiladi? Anglatadi deyapti. Ya'ni qiladigan ishingiz mana bu yerdagi nimalar o'qib chiqasiz? 1 dan 7 gacha bo'lgan raqamlarni tahlil qilib chiqasiz. Misol uchun qaranglar, running in the evening, yana kechki payt yugurish. Ikkinchisi seeing newborn animals, yangi tug'ilgan hayvonlarni nima qilish, ko'rish. Parents and children doing different activities at the same time. Ota-onalar va bolalar turli xil aktivite qiladi. Qani kal so'zlarda qachon? At the same time. Bir xil vaqt. Mana shunday qilib kal so'zlarni nima qilasizlar? Ajratib olasizlar. Xo'p, bu yerda esa newborn animalsdir. Alohida. Endi kechki payt yugurishni bilasizlar endi. Xuddi mana bu yerdagi ma'lumotlar ichidagi so'zlarni, ya'ni ajralib turgan so'zlar turibdi-ku. O'shalarni ajratib olasiz, xuddi shunaqa. Choosing from ni tanlang deyapti. Alternative routes degani muqobil variantlar, muqobil yo'llarda. Misol uchun activity haqida ketyapti-ku, outdoor activities. Qaysi activitiesga yoqsa, o'shani muqobil variantini tanlaysiz. Learning about how other people help animals. Demak, boshqa odamlarning hayvonlarga nima berishi, yordam berish haqida nima qilish, o'rganish. An event occurring only at the central time of the year. Ya'ni yilning o'rtasida. Ya'ni o'sha bir yilda 6 oy to'g'ri keladigan bo'lsa, endi yil o'rtasi 6-oyda endi. Faqat yil o'rtasida bo'lib o'tadigan occur sodir bo'lmoq. O'sha bo'lib o'tadigan nima narsa? Voqea, hodisa deyapsizlar, guys. Hop. Identifying, ya'ni aniqlash. Where animals have been. Hayvonlar qayerda bo'lganligini aniqlash, ya'ni bo'lib kelganligini, ya'ni bo'lganligini. Ya'ni present perfect simple da olasizlar, ish harakat o'tmishda sodir bo'ladi, natija hozirda ko'rinib turishi kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Animals have been. Xuddi o'shanaqa qilib, hop, birinchi bu yerda berilgan nima qilasizlar? Advertisementni nima qilasiz? Belgilab chiqasiz, ya'ni bu yerda ma'lumotlarni va tahlilda juda ham bir mukammalroq qilinglar. Va bitta narsa, kechki payt yugurish edi-ku. Mana paragrafda to'g'ridan-to'g'ri kechki payt yugurish deb aytmaydi sizlarga buni. F bo'ladimi, A bo'ladimi? O'shanga o'xshash ma'noli gap beradi yoki shuni sinonimlarini beradi. Xo'p, xulosa qilamiz. Demak, matching headings sarlavhani moslash va buni ishlash jarayoniga keladigan bo'lsak, how to find the right answers. Hop, biz qanday qilib to'g'ri javoblar topamiz? The first, birinchi, nima qilasiz? Focus on questions. Savollarga nima qilamiz? E'tibor qaratamiz.
Ha? Ya'ni e'tibor qaratamiz degan birinchi mana bu savollar bor-ku pastdagi 1 dan 7 gacha. O'sha savollarga nima qilasizlar? E'tibor qaratib, xuddi mana shunday qilib qarab nima haqida ketayotganini bilasizlar. Birinchi. Endi hop, kitob o'qib tushuntirib beraman debman-da. The second. Ikkinchidan highlight degan belgilab chiq, ajratib ol. Tricks degani hiyla nayranglarni. Ya'ni highlight tricks degan mana bu yerda triklar beriladi. Qara, triklar degani sizlar allaydigan narsalar. Kechki payt yugurish, yangi tug'ilgan hayvonlarni ko'rish. Ha? Hop, bir xil activity qilish at the same time, bir xil vaqtda. Alternate route'lar, boshqa odamlarning hayvonlarga yordam berishi. Ha, yilning o'rtasida bo'ladigan voqea hodisalar, hayvonlar qayerda bo'lgan aslida, o'zi qayerda yashagan. O'shani aniqlash. Xuddi triklarni nima qilasizlar? Highlight qilasizlar. Tushundira oldimmi? Va yana xulosa qilib aytganda, ana o'zbekchasiga bu savol turi aynan so'zlar o'yini deyiladi. O'yini. Endi so'zlar o'yini degani qanaqa bo'ladi? Guys, ikkita narsa aytib o'rgatasizlar. Yoki ma'qillar so'z sinonimi beriladi, so'z sinonim beradi. Ya'ni so'zning sinonimini almashtirib beradi yoki bo'lmadi. Yoki o'shanga o'xshash gap beradi. Ya'ni o'shanga o'xshash ma'noli deylik, ma'noli gap beriladi. Tushuntirib oldimmi? Qaranglar, bu nima degani? Misol uchun, guys. Hali ko'rib ketamiz. Hop, o'shanda mana bu tahlilda ishlaganda o'sha guvoh bo'laverasiz har bittasiga. Endi qiladigan bitta ishimiz, guys. Hozir just a moment. Ajratib olamiz. Demak, birinchi paragrafimiz qaysi ekan? A paragraf. Hop. Savollarni qo'yib olamiz. 1 dan 7 gacha. Nisbatan bo'ladi. Kichikroq bo'lyapti-yu, lekin muqobil variant. Hop, A'ni o'qiymiz. Qaranglar, tahlilda ko'raylik. Pretty Forest. Perry Forest ekan, Pretty emas. Perry Forest haqida gap ketadi. Our walks cater for all ages and all degrees of fitness. Bizning deyapti, o'sha piyoda yurish katerimiz, ya'ni masshtabimiz deyapti. Buni olganda barcha yoshdagi va barcha darajadagi fitnesschilar, ya'ni sportchilar uchun ekan. And suitable for degan mos ekan kimlar uchun? Bolalar uchun, as well as shuningdek kimlar uchun? Adultslar uchun ekan, guys. Adultslar va bolalar uchun ekan. Hop, even Saturday and Sunday, shanba va yakshanba kunlari, throughout the year, butun yil davomida shanba va yakshanba kunlari, our experts, bizning ekspertlarimiz lead several walks degani o'sha ko'plab piyoda yuradigan nimalar, mashg'ulotlar o'tkazar ekan. So, shuning uchun whether you want, siz xohlaysizmi yoki yo'qmi, a short stroll on level ground deyapti. O'sha tekis yerda deyapti. Qisqa yugurish, ya'ni qisqa masofaga piyoda yurishni xohlaysizmi yoki yo'qmi? Yoki more challenging walk deyapti. Juda ham qiyin bo'lgan walk, ya'ni piyoda yurish. Qayerga? To the top of Shepherd Hill deyapti. O'sha balandlikka deyapti. Juda ham qiyin bo'lgan. Nimaga yurasizmi deyapti. Tepalikka yurasizmi? We have something for you. Bizda bor nimadir siz uchun deyapti. Endi testda shunday birinchi paragrafni o'qib olasiz. Uni ishlatgan payt savollar mana buni tahlil qilib olasizlar, polni. Tahlil qilib bo'lgandan keyin birinchi paragrafni o'qib olasizlar. O'qiyotganda xuddi shunday ajratib ketaverasizlar va paragrafni ma'nosiga qaraysiz. Demak, gap nima haqida ketyapti? Walks, piyoda yurish haqida ketyapti. Birinchi qaraydigan nuqtalaring, guys.